35 yoshdan keyin o'sha tug'ish yoki o'sha nima qilish asorat ham, homilador to'g'risida asorat ham o'sha o'rganib, chiqilib, hamma narsasi holatiga qarab turib, demak uylanish mumkin degan. Endi kech uylanish to'g'risida. Endi 30 yoshda uylanadiganlar ham bor, ishlarini qilib, ilmlarini qilib, boshqalari bor, bu ham normal holat hisoblanadi. Demak, erkak kishini o'zi farzandli bo'lish davrida cheklama yo'q hisob. Nimaga desa, buni demak erkak kishi qariya bo'lganda ham umrining oxirigacha ham unda spermatogenez bo'ladi. Sifati tushgani bilan lekin u ota bo'la oladi. Bu ayollarga juda ham bu ko'rsatkich aniq bo'lgani yaxshi bo'ladi. Masalan, o'sha organizm hali bizda mana 17 yoshdan ilgari ruxsat bo'lardi turmushga chiqishga. Lekin o'sha yetiladi, kimdir yetilmagan bo'ladi, kimdir kun bo'ladi, bilasizlar. Shuning uchun men endi mutaxassis sifatida o'sha 19-20 yoshdan oldin turmushga chiqmaganlikni maslahat beramiz va ayollarda 35 yoshdan keyin juda ko'p xromosom kasalliklari uchraydi. O'sha bo'lg'usi embrionga o'tadigan kasalliklar juda ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun qiz bolalarga men o'ylardimki, o'sha birinchi homilasi o'sha 25-30 yoshgacha bo'lgani yaxshi bo'ladi. Ketma-ket tug'ib olgani tuzroq hisoblanadi. 35 yoshdan keyin o'sha tug'ish yoki o'sha nima qilish asorat ham, homilador to'g'risida asorat ham va homilador tug'ish paytiga asorat ham juda ko'payadi va o'sha bolada ham bo'luvchi asoratlar, ya'ni kasalliklar turi ko'payib ketadi. Shuning uchun o'z vaqtida turmush qilib, o'z vaqtida o'sha bolali bo'lganini to'g'ri deb bilamiz va shuni mutaxassis sifatida maslahat beramiz.